Pavloniya bu judayam mo'jizali daraxt. Har qanday shu qo'l tekkan odamga barakasini keltiradi. Chunki bu aslida jannatdan keltirilgan daraxt. Odam ato bilan momo Havo shu Alloh taqiqlagan mevani yeb qo'yganda ko'zlari ochilib o'zlarini badanlarini yalang'ochligini ko'rganda pavloniya daraxtlarini barglari bilan o'z badanlarini yopishgan. O'shaning uchun buni chet ellarda adomovое дерево ham deyishadi. Yana bir Qur'onda bir daraxt haqida so'z ketadi. Alhamterak deyishgan. Biz o'zbek imomlarimiz shunaqa deb nima qilishgan, nomlashgan. Ya'ni bu daraxt haqida shunday deyiladi. Dunyoda shunday bir daraxt borki, u 7 yil o'sadi va 7 yildan keyin kesilganda 8-yil yana o'sha 7 yillik bo'yini egallab oladi deyilgan. Balki biroz mubolag'a bo'lar, chunki 7 yilda pavloniya 25-30 metrda egallaydi. Albatta 25-30 metrgacha bormaydi kesilgandan keyin, lekin daraxtni ildizi baquvvatligini hisobiga kamida 10-12 metr bo'ladi. Bu tajribada sinalib ko'rildi. Pavloniya urug'idan chiqqan daraxtlar haqida gapirdim ertalab. Albatta bu bilan urug'ga biz taqiq qo'ymoqchi emasmiz. Urug'dan o'stirilgan daraxtlar ham bo'ladi, biroz sustroq bo'ladi, lekin manzara uchun va asalarichilik uchun issiqroq viloyatlarimizda, issiqroq iqlim bo'lgan, masalan, vodiyda bu urug'dan chiqarilgan daraxtlar yaxshi yashayapti, yaxshi gullayapti. O'shaning uchun bu degani urug'ni butunlay bekor qilamiz degani emas. Hali tajriba qilib ko'rmadik, ammo mana bu qish sovuq keladigan tumanlarimizda ham balki o'rab tursak 2-3 yil, balki 3-4 yil o'tib sovuqqa chidamligi oshganda balki o'sha asalarichilar ishlatsa bo'lar, ammo hozircha buni tajriba qilib ko'rmadik. Yeringiz hozir meni pavloniyalarim o'sayotgan yerga juda ham o'xshaydi. Yaqin ham ekan. O'shanaqa joylarda ham eksa bo'ladi. Faqat pavloniyaning navini to'g'ri tanlashingiz kerak.